بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم qarz haqidagi darsimizning ikkinchi qismi. Odamlar bir-biri bilan muomala qilar ekan, xohlasin, xohlamasin biriga qarz beradi, biridan qarz oladi. Uy solaman deb qarz bo'lgan bo'ladi, unga yordam beriladi. Iqtisodiy o'sishlik uchun qarz olinadi. Xullas, qarz bor narsa. Qiyomatgacha bu yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin shariat mana shu qarz ishini tartibga keltirishlikni xohlaydi, toki musulmonlar mana shu bilib bilmasdan noto'g'ri ishlarni qilib qarz ustida musibatga kirishmasin. Bir tomondan muhtoj odamga qarz berishlik savobli ish ekanligini shariat ta'kidlaydi va qo'lida bor odam undan biroq qarz so'rab kelsa, berishlikka targ'ib qiladi va mana shu ish uchun katta ajr borligini aytadi. Ikkinchi tomondan qarzdor odamga uni mas'uliyatini, yelkasidagi javobgarligini eslatadi, ta'kidlaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibn Majah rivoyati: "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayni illa kana kasadaqatiha marratan." Bir musulmon boshqa musulmonga ikki marta qarz bersa, bu bir marta sadaqa qilganga o'xshaydi. Qarzni berdingiz, pulingiz qaytib keladi yana o'zingizga. Lekin ana shu pulni sadaqa qilganday bo'lasiz. Bundan kelib chiqadiki, qarz berayotgan odamga shuncha ajr bor. Shuning uchun shariat bir odam muhtoj bo'lib kelgan paytda qo'lida bor odam qarz bergin, shunga yordam bergin, o'zingga yaxshi bo'ladi deb qarz berishiga nima qiladi? Targ'ib qiladi. Sufyon as-Savri aytadi, sadaqa berishimdan ko'ra birovga qarz berishi menga mahbubroq. Chunki sadaqa deydi, muhtoj bo'lmaganlarga ham berilishi mumkin, ammo qarzni faqat muhtoj odam oladi. To'g'ri-da, bir mahallaga olib borib bir ehsoningiz bor, tarqatyapsiz. Unmidi, shakarmidi, yog'midi? Unga muhtoj odam ham oladi uni, muhtoj bo'lmagan odam ham olaveradi. Ehsonda u. Ammo qarzni esa faqat muhtoj odam so'raydi. Shuning uchun birodarlar, qarz berishlik savobli ish. Odamlarga qarz berishlikka dinimiz targ'ib qiladi va qarz olgan odamning mas'uliyatini ham eslatadi. Qarz agar inson uzmasdan o'tib ketsa dunyodan, muammo bo'ladi unga. Qarz hatto shahidga ham muammo bo'ladi. Shahidni qarzdan boshqa hamma gunohlari kechiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Yughfaru lish-shahidi kullu zambin illa ad-dayn." Shahidning qarzdan boshqa hamma gunohlari kechiriladi. Imom Muslimdan. Aytdi-ku, Alloh taolo hamma gunohlarni kechiradi. Alloh taolo bilan bandaning o'rtasidagi gunohlarni. Banda bilan Allohning o'rtasida bo'lgan gunohlarni Alloh kechiradi. Karim zot, umid qilamiz. Lekin bandalarning haqqiga aralashmaydi. Hatto shahid bo'lgan bo'lsa ham. Ko'ryapsizmi? Hatto shahid odam ham ana shu maqomiga, martabasiga yetishlikdan qarzi sababli to'xtatib qo'yiladi. Qarz insonni yerda qiynaydi, qabrda qiynaydi, oxiratda asar qilib qo'yadi. Domla, qarzni yaxshi narsa emasligini hammamiz ham bilamiz-ku. Nima keragi bor buncha gapirib? Desa birov, biz aytamizki, biz bu darslarni yoshlarga ko'proq qaratdik. Hayotda issiq-sovuqni ko'rgan, boshidan har xil kun o'tgan oqsoqollarni emas, yoshlarni. Chunki yoshlarimiz qarzga juda ham bee'tibor bo'lib ketgan. Bizning zamonamizda yoshlarni boshini shunday aylantirishyaptiki, qarzga qanday kirganini bilmay qolyapti. Ko'rpangga qarab oyog'ini uzat degan maqol bo'lardi. Bu maqollar o'shim aktuallik bo'lmay qo'ydi. U olgan qarzini beradigan daromad manbai yo'q. Bir gap bo'lar olaver deydi. Hamma olyapti-yu deydi. Tushunarliga bu darslarimizdan biz yoshlarni qarzga bo'lgan munosabatini
o'zgartirishni xohlayapmiz. Abu Qatoda roziyallohu anhudan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni oldida turib, Alloh yo'lidagi jihad va Allohga iymon keltirishlik eng afzal amal ekanligini aytdilar. "Ya Rasululloh, aytingchi" dedi bir kishi. "Agar Alloh yo'lida o'ldirilsam, gunohlarim kechiriladimi?" Rasululloh, "Ha, agar Alloh yo'lida o'ldirilsang, sabrli, ajr umid qiluvchi, yuz o'girmay olg'a borgan holingda o'tsang, xatolaring kechiriladi." So'ng Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima deding? Qanday aytding? Haligi odam yana takrorladi. "Ya Rasululloh, aytingchi, agar Allohning yo'lida o'ldirilsam, xatolarim kechiriladimi?" Rasululloh aytdilar, "Ha, sabrli, ajr umid qiluvchi, yuz o'girmay olg'a borgan holingda, faqat qarzdan tashqari. Albatta Jabroil menga shuni aytdi", dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Muslim rivoyat. Mo'minning ruhi osilib turadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar, "Nafsul mu'mini muallaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu." Rasululloh aytadilar, mo'minning ruhi o'lganidan keyin qarzi to'lanmagunicha osilib turadi, asir bo'lib turadi. Imom Ahmad, Termiziy, Hokim rivoyat. Muallaqatun bidaynihi, qarzi sababli osilib turadi. Nima degani? Imom Suyuti aytadi, ya'ni u boyagi ruh, mo'minning ruhi o'zini ulug' maqomidan to'sib qo'yiladi, deydi. Iroqiy aytadi, qarzi uzilgunicha uning ishi to'xtatib qo'yiladi. Ya'ni hukm qilinmagan, najot topdimi bu ruh yoki halok bo'ldimi, ma'lum emas. Imom Shavkoniy aytadi, bu holat mana shunday bir osilib turishi, hukm qilinmasdan qolishi mayyitni o'ziga bog'liq bo'ladi. Ya'ni mana shu mayyit dunyoda qarzini to'lab qo'yishlikka qodir bo'lib turib, to'lamagan bo'lsa shu holatga tushadi. Endi bu holat ana shu mayyitning vorislarini mana shu mayyitni qarzini tezroq uzishlikka targ'ib qiladi. Ammo kimdir qarz bo'lib o'tgan bo'lsa, qo'lida dunyosi bo'lmagan bo'lsa, ammo qalbida shu qarzni uzaman degan niyati bor bo'lgan bo'lsa, Alloh uni qarzini ado qilib qo'yadi. Keyingi hadis ana shu qarz olayotgan odamni niyati qanchalar muhim ekanligini siz bilan bizga bayon qiladi. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallohu anhu. Rasululloh aytadilar, kim odamlarning molini olsa, qaytarish niyati bilan Alloh unga yordam berib, uni qarzini ado qiladi. Va man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahulloh. Endi kim odamlarning molini olsa, nobud qilishlik niyatida, qaytarmaslik niyatida, Alloh uni talofatga uchratadi, uni nobud qiladi. Ma'qulmi? O'zi asli qarz olishdan ehtiyot bo'lish kerak. Imom Tabaroniy Abu Umomadan marfu holatda rivoyat qildi. Man dana bidaynin fi nafsihi fawafahu wa mata tajawazallohu anhu va arda g'arimahum bima sha. Kim qarz olib, uni qaytarish niyatida bo'lsa va qarzini ado qila olmasdan vafot etsa, Alloh uni avf qiladi va haqdorlarni o'zi bilgan narsa bilan rozi qilib qo'yadi. Olayotganda uzaman degan niyatda oldi, harakat qilib yurib o'lib qoldi. Alloh taolo haqdorlarni o'zi rozi qilib qo'yadi, deyapti. Davomini o'qiymiz. Endi kim qarz olib, qaytarish niyatida bo'lmasa va shu holda vafot etsa, qiyomat kuni Alloh haqdorga uni haqqini undirib beradi. Tushunyapsizmi? Inson qarz bilan o'ladigan bo'lsa, mana shu insuruh, mana shu ruh yetish kerak bo'lgan maqomdan, manzilatdan to'silib turadi. Qarz insonni dunyoda sharafini, erkinligini, hattoki iymonini xavf ostiga qo'yadi. Bu degani qarzdor odam qarzini uzmasdan o'lgan bo'lsa, Allohning huzurida bu odam ozod inson deyilmaydi. Ha, birodarlar, iymonli kishi ham, hatto shahid odamda ham qarzi bor bo'lishi mumkin.
Agar shu holatda o'tadigan bo'lsa, ular ham jannatga kirishdan to'xtatib turiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga bir mayitni olib kelishsa, kafanlab, janoza o'qishlik uchun qarzi bormi deb so'radilar. Qarzi bor desa, o'qimasdilar. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi vafot etdi. Biz uni yuvib, xushbo'ylab kafanladik. Keyin payg'ambar alayhisalomning oldiga janoza o'qish uchun olib keldik. U zot bir necha qadam bosdilar, so'ng uni qarzi bormi deb so'radilar. Biz 2 dinor qarzi bor ya Rasululloh dedik. U zot orqaga qaytdilar. Ya'ni o'qimadilar. Shunda Abu Qatoda 2 dinor meni zimmamda ya Rasululloh dedi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarz beruvchining haqqi vafot etgandan soqit bo'ldimi dedilar. Abu Qatoda ha dedi. Shundan keyin payg'ambar alayhisalom janozani o'qidilar. Rasululloh qarzi bor odamni janozasini o'qimas ekan. Buxoriy va Muslimda keltiriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarzdor holda o'lgan odam olib kelinsa, aytardilar-ki, bu mayitni qarzini to'lashga biror narsasi bormi? Qarzni to'lagani biror narsa qoldirganmi? Agar bor deyilsa, janoza o'qidilar, yo'q deyilsa, o'zingizlar o'qib qo'yinglar deb janoza o'qimasdilar. Tushunyapsizlarmi ukalar? Qaysi darajada? iPhone 7 chiqdi, oldinglarmi? Ha? Qarz bo'lsa ham olinglar, orqada qolasizlarmi? Bir marta yashasanglar axir dunyoda. Qatilarkan boshqalardan. Nimaga ular tutadi-yu, siz tutmaysiz? iPhone 17 ni olgan bo'lsa, u boy 55-60 ga kirdi. 40 yildan beri biznes bilan shug'ullanyapti. Unga yarashaveradi, uni puli bor. Senga bo'lmoqmi? U o'sha maqomga, o'sha boyligi necha yilda yetdi? 30 yil, 40 yil biznes bilan shug'ullanib, ine yetdi. Senga kim qo'yibdi? Sen hali bo'lsang, kim qo'yibdi senga? Deydigan otasi, akasi yo'q. Deydigan jo'rasi, oshnasi yo'q. Balo bormi senga? Qarz bo'lmaslikning eng oson yo'li nima? Kunidan rozi bo'lishlik. Boshingda toming bormi? Bor. Issiq ko'rpang bormi? Bor. Yegan ovqating bormi? Bor. Bemalol yuribsanmi? Tushun, sen eng baxtli odamsan. Payg'ambarimiz aytganlaridek, "Man bata minkum aminan fi sirbihi." Kim o'zini to'shagida xotirjam tong ottirsa, demak uyi bor, to'shagi bor. Muafa fi badanihi. Tanasi ofiyatda bo'lsa, uxlayapti, turyapti, yeyapti, ichyapti, kirib chiqyapti. Va indahu quta yawmihi. O'sha kunga yetadigan taomi bo'lsa, eng baxtli odam shu deb payg'ambarimiz beryaptilar baxt formulasini. Sen kimlarning formulasiga erishyapsan? Qarzdorlikdan omon bo'lishning yo'li hammamiz bilgan qanoat va sabr. Inson unga berilgan rizqqa rozi bo'lishi, nafsini tiyishi. Va tushuninglar, bu nafs hech qachon to'ymaydi. Rasululloh aytganlaridek, agar inson bolasiga bir vodiy oltin berilsa, ikkinchi vodiy oltinni orzu qiladi. Insonning ko'zini tuproq to'ldiradi. Birodarlar, inson to'ymaydi. O'shuning uchun biz o'zimiz ota sifatida, ona sifatida farzandlarimizni qanoatga, sabrga, rozilikka o'rgatishimiz kerak. Nimaga qarzga kirib ketdi bolamiz? O'sha ta'lim tarbiyani bermadik, qalbini biz to'ldirib qo'ymadik bu yerga rozilik bilan. Qarz, avvalgi darslarimizda aytdik, zarurat qarzi bor va zarurat bo'lmagan qarz bor. Zarurat qarzi, kamoliyat qarzi. Zaruratsiz qarz bo'lishlik bu hirsning natijasi. Qaytaraman, zaruratsiz qarzdor bo'lish bu hirsning natijasi. Ulamolar aytishadi, bandadan sodir bo'ladigan hamma gunohlarning asli 3 ta gunoh. 3 ta gunoh bor, hamma gunohlar shu 3 ta gunohdan suv ichadi. Agar mana shu 3 ta gunohni inson qalbida tiyib olsa, nafsida tiyib olsa, qolgan gunohlardan qutulishi juda ham oson bo'ladi. Ana shu 3 ta gunohning birinchisi kibr, ikkinchisi hirs, uchinchisi hasad. Kibr, hirs, hasad. Kibr shaytondan bo'ldi.
Hirs Odam alayhissalomdan bo'ldi. Mana bu daraxtning mevasini yemadi edi, hirsi qo'zib yedi. Uchinchisi Qobildan bo'ldi. Hasad qilib ukasini o'ldirib qo'ydi. Bizni mana shu darslarimizning mavzusi bo'lgan qarzdorlik ham aynan mana shu hirsga borib taqaladi. Boshqalarda bor, unda yo'q. Ko'radi, hirsi qo'ziydi. Ammo olgani puli yo'q. Shunda nima qiladi odam? Nafs xohlab turibdi. Hirsi qo'zib turibdi. Nima qiladi? Qarz oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qad aflaha man aslama va ruziqa kafafan va qannahu Allohu bima atahu." Kim islomga kirsa, yetarlicha rizqlansa va Alloh unga bergan narsasiga qanoatlantirib qo'ysa, batahqiq najot topibdi. Ana kim baxtli odam? Iymoni bor, rizqi yetarli va Alloh unga qanoat bergan. Demak, qarzni sababi nima ekan? Hirs ekan. Endi shu hirsdan qutulish uchun, qanoatga, kuniga rozilikka yetishlik uchun nima qilish kerak? Birinchisi, dunyo haqidagi tasavvurini tuzatish kerak. Dunyo hayotiga bo'lgan munosabatini to'g'rilashlik kerak. Bu dunyo biz uchun imtihon hovlisi deb tushunish kerak. Bu dunyo mukofot yoki jazo hovlisi emas, imtihon hovlisi. Biz bu yerga sinovga kelganmiz degan narsani tushunish kerak inson. Ikkinchidan, dunyo hayotida yashar ekan inson boylarga emas, o'zidan boyroq bo'lganlarga emas, balki o'zidan kambag'alroq bo'lgan odamlarga qarash kerak. Yana ana shu hirsdan qutulishning yana bitta bir yo'li, inson haqiqiy ehtiyojini bilish kerak. O'zi uchun zarur bo'lgan narsani bilish kerak, zarur emas ortiqcha narsani ham farqiga borish kerak. Va yana bir yo'li, qarzdorni holiga qarash kerak. O'sha hirsi qo'zib qarzga bir narsa olaman deb turibdimi? Katta qarzga kirib qolib, hayoti xonavoyron bo'lib ketgan odamlarni ko'rish kerak. O'y, o'sha kuniga rozi bo'lmasdan qarz olaman degan ukalar, shu qarzga kirib qolgan odamlarni so'rab surishtirib, holidan xabar olinglar-da. Qaniydi seni problemalaring endi bo'lsa meniki deydi. Nimaga unaqa deydi? Chunki kattasiga kirib ketdi-da. Kim o'zi xohlayotganda qilib yashashga yeta olmayotgan bo'lsa, sabr qilish kerak. Shoshilmaslik kerak. Chunki shoshqaloqlik, besabrlik, qanoatsizlik insonni qarzga botiradi, oxir-oqibat afsusga tiqib qo'yadi. Yana qaytarib aytaman, hozirgi yoshlar hamma narsani birdaniga bo'lishini xohlayapti. Unaqa bo'lmaydi, jon akalar. Alloh taolo osmonni yerni 6 kunda yaratgan. Alloh taolo bo'l desa bir lahzada hammasi bo'lar edi. Nimaga 6 kunda yaratdi? Bizga ibrat, bandalar hamma narsa sekin-sekin bo'ladi degani. Sabr Allohning va'dasiga ishonish, uni fazlini kutish. Innama yuvaffas-sabiruna ajrahum big'oyri hisob. Albatta, sabr qiluvchilarga ajrlari hisobsiz to'liq qilib beriladi. Tushuninglar, ukalar, qirg'ida pasidagilar, sizlar hali yoshsizlar. Palonchi hoji akaga boy bo'lgan yana bir 25 yil vaqt bor sizlarga. Shoshilmanglar. Tez kelgan boylikdan qo'rq. Birdaniga uy oldi, birdaniga 4 ta uy oldi, birdaniga 10 ta mashina, birdaniga tilla ko'mib tashadi uydagilarni. Unaqa bo'lmaydi-da, jon akalar. Yo bu dedi ekishizga siraz 700 ta pishadimi? Ha? Chachasiz biri chiqadi, biri chiqmaydi. Sabr qilinadimi? Nimaga shoshilasizlar? Qachon qarz olish mumkin? Qachon shariat qarz olishingizga ruxsat beradi, qarz olishlik joiz deydi. Islom dini qarz olishni faqatgina zaruriy holatlarda deydi, olishlikni joizligini va faqat juda ehtiyotkorlik bilan yondashlikka targ'ib qiladi. O'zi umuman dinimiz birodarlar mo'min odamga qanoatga, sabrga, kuniga rozilikka chaqiradi-da, nafsiga ergashib ketishlikdan qaytaradi. Mana qaranglar.
nasiya bilan ishlaydigan do'konlar bor, xos. Hamma narsani nasiyaga beradi. E'tibor bering-da, nasiya savdo halol, to'g'ri, xo'p. Endi ana shu nasiyaga berayotgan shu do'kondagi mollar sizni hayotingiz uchun zarurat narsami hammasi? Ha, ehtimol zarurat narsalar ham bordir, lekin aksariyat berayotgan nasiya narsalari zarurat emas, kamoliyat. Tomini yopolmayapti, qish kelib qoldi, qarzga tuniki olsin, bu zarurat. Tomni yopdi, eshik romga pul yetmayapti, qarzga olsin, bu ham zarurat. Ko'mir kerak, qish kelib qoldi, bu zarurat. Shunaqa zaruratmi shu do'konda sotilayotgan narsalar? Ha, birodarlar, nasiyaga berishlik shariatda joiz. Nasiyaga bu narsa olishlik mumkin muhtoj odamga. Faqat o'sha olayotgan narsamiz zaruratmi? Qani shunaqa bir nasiya do'kon bo'lsa, shunaqa muhtoj bo'lgan qurilish materiallar sotsa odamlarga. Qish kelib qolgan paytda ochib qo'ysa, tunuka bo'limi nasiyaga beramiz deb. Chunki zarurat bo'lib qoldi odamlarga. Yo ko'mirda nasiyaga bersa qishda. Yo'q. Biz ana shu nasiya do'konlardan olayotgan narsalarimiz va bolalarimiz olayotgan narsalar kamoliyat. Usiz ham kuningiz o'tayotdi. Hayotda qarz tufayli halok bo'lganlar juda ham ko'p. Hozirgi kunda qarzi yo'q odamni topish qiyin. Deyarli hammani qarzi bor desak adashmasak kerak. Kimdir bankdan olgan qarzni, kimdir boshqadan olgan. Ha, ba'zilar zarurat uchun olgan bo'lishi mumkin. Lekin ayrim odamlar, ehtimol ko'pchilik zarurat bo'lmagan narsa uchun qarz olgan. Takror aytamiz, biz qarzdan ehtiyot bo'lish kerak deyotganimizda qanaqa qarzni nazarda tutyapmiz? Kamoliyat, zebi zinat, zarurat bo'lmagan narsalarni qarzga olishdan ehtiyot bo'lishni chaqiryapmiz. Hashamat uchun olingan qarz, orzu havas uchun olingan qarz, zaruratsiz qarz. Hozirga kelib odamlar nima uchun qarz olyapti? Ayniqsa yoshlar. Sanaylar. Yangi telefon, yangi mashina, sayohat, yangi mebel, uy jihozlari, restoranda to'y qilish, ijtimoiy rang-baranglik uchun. Shu narsalar aslida bunga hozir zarurmidi? Ana shu qarzni olishdan avval shu savolni berishimiz kerak. Shu olmoqchi bo'layotgan narsam, nasiyaga, qarzga menga hozir zarurmi? Yo'q, bu savolni olayotganda bermaydi. Qachon beradi bu savolni? Ish xolta bo'lgandan keyin. Qarzga botib, to'lolmay, uyqusi qochib, haqdorlar tinchitmasdan jonidan to'ylagandan keyin aytadiki, menga kerakmidi shu narsa deydi. Shuning uchun qarz olishni rejalashtirib turgan ukam, shu savolni o'zingga ber. Muammolarga kirmay turib, uyini sotishga majbur bo'lmay turib, tinchliging, halovating buzilmay turib, el yurt orasida bo'yning egilib qolmasdan turib, pushaymonga botmasdan turib o'zingdan so'ra. Menga shu narsa hozir zarurmi? Shu narsaga muhtojmanmi? Shu narsani olmasam hayotim to'xtab qolmaydimi? Arzimagan 3 kunlik dunyo hayotini deb turib, oxiratda boy berib qo'ymaslik kerak. Esimizdan chiqmasin. Hatto shahid ham o'zini maqomiga yetishlikdan qarzi sababli to'silib qoladi. Alloh azza va jalla mana shunday bir zaruratsiz qarz olishlikdan Alloh o'zi bir panoh bersin. Kunimizga rozi bo'lib, sabr qanoat qilib yashashlikka tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.